Charchadi. Sudrab tashlabdi-ku. Bari bo'stasdilar. O'sha bitta bo'stam. Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Chumolizor 2-qismi. Videoga olamiz, xudo xolasa. Odamlar nima chumolizor qayerda suryapti, nimaligini tushuntirdi. Ha, chumolizor nimaligimi? Chumol rosa ham ko'pagan, oxlatgan qo'ymadi o'tgan safar. O'shaning uchun Tuyada chumollar bo'rdinglar. chumol ko'pligi uchun chumolizor deb qo'yuvdik otini. O'zimizda. Masalan, tushirdi endi palatkalarni qo'yib, xudo xolasa qarmoqlarni tashlaymiz. Hisobimizda hali 48 soatimiz bor. 48 soat vaqt bor. Natijalarni qo'yib boramiz. Bo'tadi hozir. O'tgancha qarmoqlarni urib olishimiz kerak edi. O'tgancha montajlar qilib olsa. Mana montaj so'raganlar shu. Mana shunday gruz qo'yib olasizlar. O'zlaring, qo'lbola. Va rezinkani ushlash uchun mana bu. Makuga chiqib ketmaydi. Ha, gruz bir 120-140 grammlar atrofida bo'lsa yaxshi. Pavodok chigalib qolmaslik uchun kiloshga. Stoper. Gruz o'tkazilar birinchi. Sentralniki gruz o'tkazilar. Butun kamzo'r bo'lmaslik uchun yumshoqqina pavodok. Engilgina. Qarib bizmi nima? O'tmayapti. Stoper nima vazifani bajaradi? Udar bilan kelaverganda to'kinni uzvormaydi. Aytingda. O'zimni unga o'tkazib ko'rsatamiz. Mana joylari bo'ylanishlari yo'q. Mana shu kurchokdan ishlatsalar, uddar kurchokidan. Koreyskmi, Xitoydagi. Istili. Ham o'tkir, ham uncha qaytmaydi. Qaysi kurchok o'sha? Pachkasi yo'qmi senda? Chechasi bor. Qanday bor, sumkamda bor diyor. Mana o'sha kurchokda. Burada koyamiz. Menga bayt urganda mana uzvormaydi montajda. Mana shunday turadi. Mikrofon taqdim, mikrofon. Havocha zo'r ha bugunda. Ancha tashibdi havo. Ayni kelishimizga bog'liq ushlikkan havo bu yerda. Bismillah. O'sha afsonaviy makuxamiz. Gruzga taqilish osonroq buni. Mana shunday taqilib xolasalaring. Ikkitali pavodok xolasalaring, bittali pavodok qo'shishlaring mumkin. Zatsib bo'lmasansalarni bittali ma'qul. Jurovat jumlati. Suv вообще udaragan suv zo'r bo'libdi. Suvlar ko'tarilganda mazza xushlikkan bo'libdi baliq. Bu safargi xudo xolasa laqqa harakat qilamiz.
Laqqa nimalardir o'qiganmiz, qo'yamiz endi o'shalar. Laqqa tushmasa bu joyi kesiladi. Laqqa tushsa demak qo'yiladi. Bunga harakat qilib ko'ramiz endi bugungi ovda. Anaqa qistirilayotgan yutilishgachadan bor ekanda. Shu yutilishga qo'ysang zo'r. Lekin unta chiqmaydi-yu. Anaqada. Taqlayotgan. Yetgancha qo'yasan. Tashavermoqchi bo'ldim, buni bari ishlatmayman-ku deb. Kelganimizdan 1 soat bo'ldi, bitta pakilovkacha bo'ldi. Ha, tashashga ham yurganimiz yo'q qolmoqlar. Qolgan qarmoqlarni tashlab bo'lganimiz yo'q. Charchab qoldi-yu o'zi. Ancha bo'ldi-da. Bir yaxshi tanqillatdi. Qan, oqan, anda turamiz mana yurgan. Suvda. Anda tur ekan. Sayangda bokma tushaman, suvda pas. Tortib oqlar. Kelganimizga ko'p bo'lmadi, to'g'ri. Kattaroq bo'lsa ayam bilan tushamayapsa, tortaversa. Ha, kattaga o'xshamaydi ekan. Bormi? Ha, ular ko'tarib olar. Kalam görmedi. Yarim kilo ekanda. Kelgandan pochim ochildi mana. Zaza! Yomon emas. Makoxasi. Kam ana 12 soatda o bilan ishlasan ekan. Kelganimizda bitta sazan urdi. Elektroshokka o'tib ketgan ekanda bir marta. Suv ko'pligiga ololmaganda. Suv kamaysa ilaydi-ku. Pochim ochildi. Xudo xolasa. Qarmoqlar tashlab bo'lmasa ikkinchi pakilovka bo'ldi mana. Bunisi katta ekan. Hali bir shtukta qarmoq bor tashlab bo'lmadi. Buni patanglatdi. Sizlar bilmayman. Shiri ham hali qarmoqlarni tortib tashlab bo'lgani yo'q. Shu saza urdi. 2 kilo ziyodroq, 2 kilo balkim tortib ko'ramiz ittalab. Kelgandan yomon emas, ikkita pakilovka. Hamma joy qop qorong'i. Kelganimizdan 2 ta oldi, 1 soat nari bersda 2 ta pakilovka bo'ldi. Qarmoqlarni tashlab bo'ldi, soat 10 bo'lyapti. Bitta yarimta kattaroq bo'lsa video qilamiz kechqurun. Shu bilan endi xudo xolasa ittalab ko'ramiz. Natijalar. Tongni ham o'tkazib oldik mana. 5-6 ta zagadushka urdim. 2 ta pakilovka bo'libdi. Bittasini pavodogi yo'q, nima bo'lsa bo'lgan. Paqa qo'ydim. Tortyaptimi? Bittasiga mana laqqa tushibdi. Bormi? Hozir boraman. Mana laqqa tushibdi bittasiga, bilmayman, 3 kilomi. Ziyodroqmi? Bittasini uzib tashlabdi, nega nima balodir, pavodokni. Hozir pakilovka bo'ldi hozir. Ha, hozirgi pakilovka.
biraz yiyoruz. Tut. Shuni tortgan ekanda abi. Qo'l chiqim tushib tashlabdi-da. Ha, aytdim-ku, tushyapti bu yerda. Nima bo'lyapti? Bugun rivojlanyaptimi deyman, talabda. Endi xudo xohlasa bugungi kunimiz sal barakali keladi-yu. Talabda ikkita bo'lsa. Bitta laqqa. Paklovka. Sudrab tashlabdi-ku. Tashlaganimni urdi, ko'rding? Ha, videoga olib turgan. Нормальный narsami deyman bu. Shunaqa. Koreyskiy makkaga almashtirish kerak ekanda polni. Yanchi chiqib tashlabdi-da. Yo, kiyginimizcha o'zi shirillatdi-ki, eshitmadingmi? Ochiq joyga olibdi. Ko'rinadi. Ha, 1,5 kilosi yo'q-ku. Shoshmada endi. Hapsi charchatib. Ha. O, normalni. Yaqindan o'lishda iloji bo'lmayapti-da. Uyasini ko'rsatar, o'zi sakrab kirib oladi.
Oo. So'kinmaymiz. Ovimizda shunaqasi ham bo'lib turadi. Maydasi tushib qolgandir balki. Mayda baliq tushgandir. Okey. Okey qani? Aytdim-ku tushdi-yo deb. Qo'yil-qo'lni mana shu yerda o'tgan safardan beri tushmay turdi. Bugun umuman ishlamayotgan joylar ishlayotgan ko'rinmadimi? Ko'rsat qani? Ha, mayda sasanchami? Ha, o'tvoraver. Qo'chani bo'shlavardi endi olasa. Yanchis. Kartoshka alacağız. Oyumuz ham qiziq bo'ldi. Cemcet. Bismillah. Ha. Maşlavallis. Nimaga tushdimi? Bu koreyskiy maktabiga faqat svizisiga. Ustidan klyonkachasini olib qo'yish kerak-da. Nimasi yaxshi bo'lmaydi. To'xtamizmi? Balo uchavi.
Ha, o'z ko'rsataman nimaga tushgan. Ya yutib yuboribdi. Yo'q, kariska makkaga tushdi. 20 kilolarmi o'ylab qo'ydilar. Oyog'ing bilan uncha kurqa. Universitetda mazza qilayotgan bo'lib, biron shurkadan to'salaveribdi. O'tiratinglar. Sen katta o'tiblar. Hali umrimda o'tib chiqarmagandim, uka. Buni trafik chiqaramadi, yuzimga chiqardim. Molga o'kitasan ketishingda. Ha, kariska makka. Ha, shunga tushdi. Ha, ola. Bo'ychayam zo'r, voqea kadrga. Shoshmadi. Shoshma, yavrum. Ho. Atsak urinayaptim. O, нормальный газ. Shoshma. Charchasingmi? Makkaga qo'yayim. Chuqur nafas, chuqur. Chiqqandan keyin nima deyishni bilasan? Aytasan keyin. Trofey. Sehrli so'zni aytasan-da. Charchadi. Katta ekan, 2 kilodan ziyodroq. Shoshma. Atsak o'ldiribdi. Yo'q, o'lolmayman. O'ldiroq chiqarsa. Asta o'kilor. Patsak tusiga asta oksijeni ko'tarib olaman. Bir ikkita havo olsangmi? Az. Ko'rinmayapti bak. Qayga kiribdi. Indok. Sen kutgan 10 kil. Sal ko'taribroq oqsang kilaman. Sal ko'taribroq oqsang. Shoshma. Nima deyishkidi? Trofey. Haqiqatan trofey. 3 kilolar harbiysi bormi? 3 kilolar bor, bu garantiya. Sort oqa. Suvlar sochiratib yubordi-ku. Xo'bayan o'rniga mana bu yerda uddarida, ha? Ana qara. Kamera okey. Sen faqat shunday o'yla, Ana bilasan? qara. Taqdir qilgani shu. Sazan.
Niyatingga erishding deb bildim. Adrenalin. Sazam. Niyatingga erishding bildim. Bitta chissa bo'ldi diyording-ki. Bitta o'li utardan bilaman dedim. Bir yerda daha var. Yürüyorlar tık 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 gitti. Yürüyorlar hapırtırı vardı bu ki. O'zi Qadam. o'limi 2 sutka kutdim-ku buni. Qadam bilib qo'llaymi tekshirgan keluvdim. Kelib o'tib ketaturdi o'zi. Bu jangillatdi deding-ku. Dal shu sudrapti-da. Ha, katta-ku, Turkistonda o'qita o'rgandi. O'qitdi-da. Sudrapti-da yaxshigina. Ustun arti bor. Trofey haqiqiy. Hech gap yo'q. Yaxshi. Kechgacha yana Salom. kechgacha. Yo'q, sudrab 4 o'qildim, oldimgacha o'qildim. Bilmagansan, o'tdi o'ylagan. O'tdi o'ylam, bo'la 20 kilolik o't o'qdi-ku. Ha. Har kilo urmaydi hamda. Shunda oldimga keldi. Gruzni ustida 4 tagina o'tcha bor-da. Ha, o'zi og'ir. O'tilashgan ekanda deb bu friksionni qo'ytirib shunda to'tirdim. Turdi-ku. Sraz friksionni uzatdim-da. Katta tochkalar naraqa qara. Yaxshi. Koreyskiy makiyaj zo'r ishli. Jam sirda aytib qo'yma videoda. Koreyskiy makiyaj trendga chiqib ketmadi. Koreyskiy makiyajni aqo'shga ketgan o'zi bozorda. Sazan, trofey haqiqiy. Nereda? Zotan arqani bordi. Bugun necha? 22 mi? Az? 21 iyul kungi natija 2026 yil. Yig'im terim ishlari bor. İkincisini ben alıp çıkar. Hadi sadoktu içmedi endi. Birinchisi narisi kichkinasi. Ular farqi yo'q, qaysi. Ey, unaqa 20 kilo emas bu borda. Bunisi ham bu? Ha, o'sha yerda ham bor, yarim kilo, 700 gram shu atrofda zamin. Bu sadokin o'zi menikidan o'g'ri. Ha? Yo'riq boshida. Ha, mana o'tga boraylik. Mana bu trofey, kunning qahramoni. Bittasi to'kmagan, kesmagan ekanman-da. Ana bitta laqqa. Shunda 4 ta joni bor. Ona ko'targan trofey. Mana qolgani. Bu meniki. Ana trofeyni egasi. Trofey. Sende ham bir 5 ta bo'libdi-da. Sazan. Shu natija bo'l. Kechga yana bitta yarim to'p qolsa qo'yamiz qolgan. Aysandir kankalar. Nima, sazanmi? Maydalarni o'tib boraylik, ona sazanchalar. Ha, ularni. Bular katta bo'lsa keyin avletlarga
qirrafe bo'ladimi? Ha? Shunda endi yiliga 1 kilolik bo'ladi. Bo'linglar. Har bittasi 10 mingtadan urib qo'ysa, 3ta qo'yib yubordi. 30 mingta baliq ko'payadi endi yiliga xudo xolasa. Endi o'zimiz Ana shu natijalar bo'ldi.